Assalomu alaykum, hurmatli ilm ahli. Bugun navbatdagi darsimizda ilmiy tadqiqot jarayonida yuzaga keladigan 5 ta eng asosiy muammolar va ularning yechimlarini ta'lim tizimi rivojlangan xorij davlatlari tajribasi misolida tahlil qilamiz. Darsimizni boshlashda bizga Finlandiya va Shvetsiya davlatlarida ta'lim tizimi bilan yaqindan tanishishimizda yordam bergan ustozlarimizga minnatdorchilik bildirmoqchi edik. Demak, mavzuyimizni ochib berishda Finlandiyadagi oliy ta'lim muassasalaridagi ayrim raqamlar bilan tanishtirmoqchimiz. Finlandiyada bugungi kunda 17 ta ilmiy tadqiqot institutlari mavjud bo'lib, shulardan 7 tasi top 500 talikka kiruvchi nufuzli oliy ta'lim muassasalari hisoblanadi. Shuningdek, 24 ta pedagogik yo'nalishdagi universitetlar ham mavjud bo'lib, bu universitetlarni biz nufuzli reytinglarda uchratmaymiz. Chunki bugungi kunda fundamental tadqiqotlar ko'proq dunyoda, jahonda ko'proq qo'llab-quvvatlanishini va aynan yuqori darajadagi tadqiqotlar, innovatsion ishlanmalar, patentlar va ixtirolar aynan aniq, ya'ni amaliy fanlar bo'yicha amalga oshirishini nazarda tutsak, bu mantiqan to'g'ri. Deylik, bir pedagog o'qituvchi, u metodik bilimlar bilan juda yaxshi qurollangan, talabalarga juda yaxshi dars berishi mumkin. Finlandiyada bu o'qituvchi ilmiy tadqiqot ishi bilan shug'ullanib, ilmiy daraja olishi majburiy emas. Chunki amaliyotchi o'qituvchi nazariyaga, ya'ni ilmiy tadqiqot yozishda yoki dissertatsiya yozishda qobiliyatli bo'lmasligi mumkin. O'zbekistonda har yili amalga oshirilayotgan yuzlab, balki minglab tadqiqotlarning aynan pedagogika yo'nalishida olib qaraydigan bo'lsak, orasida mazmunan bir-birini takrorlayotgan, ilmiy yangiliklarga ega bo'lmagan tadqiqotlarning ham uchrab turishi, bu afsuski ko'plab kuzatilmoqda va shu jihatdan ilmiy tadqiqot ishlaridagi son va sifat mutanosibligini ushlab qolish uchun ham Finlandiyaning ushbu tajribasini nazarda tutishni taklif qilgan bo'lardik. Keyingi oliy ta'lim tizimidagi eng aktual masalalardan biri bu Scopus. O'zbek olimlari tomonidan eng ko'p murojaat qilinadigan va rad etilish darajasi ham yuqori bo'lgan, natijada anchagina daromadli qo'sh tirnoq ichidagi biznesga aylangan Scopus masalasini fin tadqiqotchilari tajribasida ham o'rganishga harakat qildik. Bugun Uvascol universitetida PhD researcher va 6 ta Scopus ma'lumotlar bazasidagi jurnallarda reviewer, ya'ni taqrizchi hisoblangan o'zbek olimi hamyurtimiz Ilhom Halimzodadan ushbu masala yuzasidan fikrlari bilan qiziqdik va u kishi bu yo'nalishda 3 ta key factors, ya'ni asosiy faktorlarni bizga ta'kidlab o'tdilar. Demak, birinchisi bu research methods, ya'ni tadqiqot metodlari. Izlanuvchi o'z tadqiqotida aynan qanday metodlardan foydalanganligi va bu metodlar nega aynan uning ishiga ko'proq muvofiq kelishini, shuningdek, bu metodlardan qanday, qay tartibda, bosqichlari bilan aniq tadqiqot ishida ko'rsatib bermasligi natijasida maqolalar ko'proq rad etiladigan bo'lsa, keyingi asosiy sabablardan biri bu citation, ya'ni to'g'ri iqtibos keltirish. Aynan Scopus ma'lumotlar bazasidagi maqolalardan misol sifatida keltirishga harakat qildik. Tadqiqotchilarimizda savol tug'ilishi mumkin, masalan, abstrakt, ya'ni maqolaning annotatsiya qismida ham iqtibos keltirilishi bu qanchalik o'rinli? Aytishimiz mumkinki, tadqiqotchi o'z ishida har bir yozayotgan jumlasida dunyoning qaysidir olimlarining fikridan yoki boshqa bir ilmiy tadqiqot ishlaridan o'rinli foydalanishi bu ishning salmog'ini, salohiyatini yanada oshiradi va bu tadqiqotchining o'z mavzu yuzasidan qanchalik ko'p, chuqur mehnat qilganligini ko'rsatuvchi asosiy omil hisoblanadi. Bilamizki, Scopus talablari bo'yicha yozilgan maqolalar bu kichik tadqiqot ishiga teng keladi va aynan fin olimlari Scopus ma'lumotlar bazasidagi maqolalar bilan o'z ko'rsatkichlarini, salohiyatlarini o'lchamaydi. Aksincha, tadqiqotchi emas, balki Scopus ma'lumotlar bazasi fin olimlarining maqolalarining o'z bazasida aks ettirilishidan manfaatdor ekan. Bu albatta mazkur tadqiqotlarning
salohiyatini ko'rsatib beradi. Keyingisi bu transparency, ya'ni ilmiy tadqiqot ishining shaffofligi. Fanning har qanday yo'nalishi bo'yicha tadqiqot olib borayotgan izlanuvchilar nazarda tutishi lozim bo'lgan va nafaqat o'zbek olimlari, balki dunyoda ilm hamjamiyatida ko'proq biz duch kelayotgan muammolardan biri shaffoflik, transparency. Bu ishda tadqiqot xulosalarining shaffoflik bilan aks ettirilishi va salbiy yoki ijobiy bo'lishidan qat'iy nazar. Masalani o'z ixtisosligim misolida tushuntirib berishga harakat qilaman. Deylik, men xorijiy til o'qitishda, og'zaki nutqni rivojlantirishda muayyan ta'lim texnologiyasining demak sifatini, uning samaradorligini aniqlash uchun tadqiqot olib boryapman va tajriba sinov ishlari jarayonida men guvohi bo'lamanki, aynan mening talabalarimning yoshiga, ularning bilim darajasiga va ta'lim yo'nalishiga, deylik, mazkur tanlab olingan ta'lim texnologiyasi muvofiq kelmas ekan va samaradorlik darajasi past bo'lyapti. Ammo men o'z ishimning salmog'ini, uning demak dolzarblik darajasini yo'qotmaslik maqsadida natijalarni bo'rttirib ko'rsataman. Ko'ringan salbiy natijalarni ko'zdan qochirgan holda ko'proq uning demak ijobiy jihatlariga ko'proq ahamiyat qarataman va bu narsa fan tarmog'idagi demak ma'lum bir evrilishlarni yuzaga keltirilayotgan asosiy muammolardan biri hisoblanadi. Chunki natijalar demak salbiy bo'lsa ham bu bir ko'rsatkich. Demak amaliyotchi o'qituvchilar, masalan mening tadqiqotimdan kelib chiqqan holda mazkur texnologiyani keyinchalik shu yo'nalishdagi, shu yoshdagi, shu bilim darajasidagi talabalarda foydalanish samarasiz ekanligini tushunib yetishadi va bu ham bir ko'rsatkich. Biz hozir ilmiy yangiliklarga dolzarb jihatdan ahamiyatli bo'lgan mavzular haqida gaplashyapmiz, ammo bugungi kunda ilmiy yangilikka ega bo'lmagan, dolzarb bo'lmagan mavzudagi ilmiy tadqiqot ishlarini ham ko'rib turibmiz. Amalga oshirilayotgan tadqiqotni biz yillab olib boramiz va bu yillarni bekorga sarflamaslik maqsadida ham tadqiqotchi nima qilish kerak? Bu yerda yechim aynan fin tajribasida ham avval ilmiy izlanishlar kichik maqola darajasida amalga oshirilishi va undan keyin tadqiqot darajasiga ko'tarilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Aynan O'zbekistonda ham joriy etilgan, aynan ijtimoiy gumanitar fanlar sohasida hozir 2 va undan ortiq Scopus ma'lumotlar bazasidagi ilmiy maqolalar asosida himoyasiz dissertatsiyalarni demak tadqiq etish, olib chiqish yo'lga qo'yilgan. Aynan mantiqan ham avval tadqiqotchi ilmiy maqolalarda kichik tadqiqot olib borishi va keyinchalik buni tadqiqot darajasiga ko'tarishi va dissertatsiya yozishi aynan mantiqan ham to'g'ri aslida. Xo'p, keyingi ilm-fan rivojlanishining turli davrlarida oliy ta'lim muassasalari turli xil maqsadlarni ko'zda tutgan. Bu 4-chi asosiy bugungi mavzuyimiz. Aytaylik, o'rta asrlarda oliy ta'lim muassasasi faqat bilim berishni nazarda tutgan bo'lsa, keyinchalik 19-asrga kelib ko'proq ilmiy tadqiqotlar olib borish ko'zda tutilgan. Biroq 20-asrda bilim berish va ilmiy tadqiqot olib borish o'rtasidagi integratsiyani nazarda tutgan holda oliy ta'lim muassasalari endi jamiyatga xizmat qilish, ya'ni muayyan mintaqa doirasida ehtiyoji bor kadrlarni yetishtirib chiqarish missiyasini ham nazarda tutgan va mana shu integratsiya asosida xizmat ko'rsatishi lozim bo'lgan. Ammo bugungi kunga kelib globallashuv va axborot texnologiyalarining rivojlanishi natijasida endi oliy ta'lim muassasalari shunchaki oliy ma'lumotli, diplomli kadrlarni emas, balki mustaqil fikrlaydigan, kreativ, o'z ustida ishlaydigan va eng muhimi samarali muloqot olib bora oladigan kadrlarga bo'lgan ehtiyoj oshib bormoqda. Va bugun endi ta'limni raqamlashtirish, ya'ni onlayn va offlayn ta'limni yo'lga qo'yish va shuningdek ta'limni mobillashtirish, ya'ni xorijiy stajirovkalarni, talabalar va o'qituvchilar almashinuvini yo'lga qo'yish ko'proq talab etilmoqda. Demak,
oliy ta'lim muassasalari va ularda amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari mana shu missiyalarini nazarda tutgan holda amalga oshirilishi bugungi kunda talab etililayotgan asosiy omillardan biridir. Keyingi 5-chi asosiy muammo bu oila va karyera muvozanati. Demak, nafaqat ilmiy tadqiqot yo'nalishida, balki butun dunyoda dolzarb muammolardan biri bu oilada va karyerada muvozanatni teng ushlash bo'lib qolmoqda. Bugun hattoki o'z ism sharifida yozishda xatolar qilayotgan, imloviy xatolar qilayotgan yoki aytaylik xorijiy tilda o'zi haqida aniq ma'lumot bera olmaydigan, ammo xorijiy ta'lim yo'nalishini bitirgan, diplomli, oliy ma'lumotli kadrlarni bugun ko'plab afsusga uchrashimiz mumkin. Deylik, bu oliy ta'limdagi bo'shliq yoki xat savod chiqarish bu maktab darajasida amalga oshirilishi kerak edi. Bu demak o'sha o'rta maxsus ta'limda yo'l qo'yilgan bo'shliq deb aytishimiz ham mumkin. Ammo biz ziyoli qatlam oliy ta'limda dars berayotgan ilmiy darajali, ilmiy unvonli ustozlarimiz bugun uyda, oilada farzandlarimizga qaysi darajada e'tibor beryapmiz yoki qay darajada ularning ta'lim va tarbiyasi bilan shug'ullanyapmiz? Demak, oilada va karyerada muvozanatni ushlash va bu orqali farzandlarda ko'proq vaqt ajratish orqali ta'lim tarbiyaning rivojlanishi haqida dunyoda ko'plab mamlakatlarda tadqiqot ishi olib borilyapti. Aytaylik, Germaniyada yoki Xitoyda, AQShda yoki Birlashgan Arab Amirliklarida amalga oshirilayotgan tadqiqotlarga ko'zimiz tushdi. Ammo biz hozir nafaqat tadqiqot bilan cheklanib qolmasdan buni real hayotda yo'lga qo'ygan davlat, ya'ni Finlandiya haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchimiz. Finlandiyada sotsializm, ya'ni boy va kambag'al aholi o'rtasidagi farq minimallashtirilishga erishilgan davlatlardan biri hisoblanadi. Bunda aytaylik, maktabda o'qituvchi yoki direktor yoki oshpaz yoki qorovul deyarli bir xil darajada oylik oladi va o'sha jamiyatning har qanday sohasidagi vakillar ish vaqti tugashi bilan, deylik o'sha 4 yoki 5 ta ish vaqti tugashi bilan endi u uyiga boradi va qolgan vaqtini ko'proq oilasiga, farzandlariga va ularning ta'lim tarbiyasiga sarflashga harakat qilishadi. Bilamizki, Finlandiyada maktabgacha, maktab va oliy ta'lim bepul, ammo fuqaroning daromadlari muayyan miqdorga yetganidan keyin, muayyan miqdordan oshganidan keyin u uchun ta'lim ham, o'sha oliy ta'lim ham muayyan darajada pulli bo'ladi va soliqlari ham ko'payib boradi. Tabiiyki, jamiyatning har bir vakili o'sha ortib qolayotgan vaqtini ko'proq boy bo'lishga emas, balki oilasiga sarflashi uchun sharoit yaratiladi. Bilamizki, Finlandiyada maktabda uyga vazifalar berilmaydi, ta'lim jarayoni ham qisqartirilgan va ko'proq bolalarga tanaffus berishga ahamiyat qaratiladi va shuningdek ta'limni juda erta boshlashga emas, o'sha 7 yoshdan boshlashga ahamiyat qaratiladi. O'quvchilarni bo'sh vaqtida yana o'sha repetitorlikka berish yoki yanaqadir uyda qo'shimcha shug'ullanishga rag'batlantirilmaydi. Bunga ehtiyoj yo'q. Ta'limda sifat yuqori bo'lganligi sababli va shunday bo'lsa ham bugun eng yaxshi ixtirolar, startaplar va o'sha innovatsiyalar Finlandiyada amalga oshirilayotganini nazarda tutsak, demak bu tajriba o'zini oqlayapti. Shuningdek, biz prezentatsiyamizning yakunida Fin professori, Jyväskylä universiteti olimi Jari Kauka haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchi edik. Mazkur olim va bir qator tadqiqotchilar bilan birgalikda bugun Finlandiyada islom ta'limoti va Ibn Sinoda shaxs rivojlanishi va unda islom falsafasi haqida tadqiqot olib borilayotgan ekan. Biz bu ma'lumotni eshitib juda ham xursand bo'ldik va tabiiyki faxrlandik. Ammo afsuski, bugun biz faxrlanishdan u yog'iga o'ta olmayapmiz. Bizdagi mavjud potensial, o'sha ajdodlarimizni boy ilmiy merosini afsuski davom ettira olmayapmiz. Biz bu muammoni yechimini ham aynan biz ziyoli qatlamni oilada farzandlarimizga berayotgan
ta'limimiz va ajratayotgan ularni ta'lim tarbiyasiga ajratayotgan vaqtimizda deb hisobladik va boshqa xulosalarni tadqiqotchilarimizga va ziyoli qatlamga o'zlariga qoldiramiz va aytishimiz mumkinki rivojlanish har birimizni o'zimizni oilamizdan boshlanadi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.